Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar. Xabaringiz bor. Barchamiz quvonch bilan kuzatmoqdamizki, ayni damda minglagan yurtdoshlarimiz Ka'ba-i Muazzama, Makka-i Mukarramada haj ibodatini ado etish uchun tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Quvonarli jihati shundaki, shahrimiz hojilariga Toshkent shahar bosh imom xatibi ustozimiz Abduqahhor domla Yunusov mingboshi sifatida xizmat qilmoqdalar. Ularga esa yelkadosh bo'lib, shahrimizning yetuk ulamolari, imom xatiblarimiz guruh rahbari bo'lib, hojilarga xizmat qilmoqdalar. Hozir ayni damda mana shunday guruh rahbarlaridan biri, Qozi domlaning yordamchilari, hamkasbimiz Nurmuhammad qori bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanamiz va hojilarning kayfiyatini birgalikda o'rganamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nurmuhammad qori, yaxshimisiz? Ulug' safarlar bilan charchamayapsizmi? Va alaykum assalom Aziz aka, yaxshimisiz? Yo'q, rahmat, hammasi joyida. Ayni paytda shahrimiz hojilarining kayfiyatlari qanday? Aziz aka, yurtimizdan, aynan poytaxtimizdan kelgan hojilarimizning kayfiyatlari juda yuqori darajada. Hozirgacha Toshkent guruhlarining nechtasi Makka Mukarramaga yetib kelishdi? Hozirgi kunga qadar Toshkent shahridan Makka shahrigacha birinchi guruhdan 30-guruhgacha guruhlarimiz yetib keldi va ular umralarni qilib mehmonxonalarga joylashib olishdi. Muqaddas shaharlarda ulamolarimizning ma'rifiy suhbatlari qanday tashkil etilyapti? Aziz aka, to'g'ri savol berdingiz. Muqaddas shaharda poytaxtimizdan kelgan hojilarimiz uchun ilmiy va ma'rifiy suhbatlar juda yaxshi tashkil qilingan. Muftiy hazratlari boshchilik, ularning o'rinbosarlari, Shayx Aljon qorakamiz, xususan ustozimiz Abduqahhor domla Yunusov, Hasan domla Qodirov va Yahyo domlalar har kuni mehmonxonalardagi masjidlarda peshin va asr namozidan so'ng hojilarimizga ilmiy va ma'rifiy suhbatlar tashkil qilib, ularga suhbatlar qilib berishyapti. Mehmonxonadagi sharoitlar hojilarga ma'qul kelyaptimi? Alhamdulillah, mehmonxonamizda yaratilgan sharoitlardan hojilarimiz juda ham mamnun va o'zlarini samimiy minnatdorchiliklarni bildirishyapti. Ayniqsa, mehmonxonamiz oshxonasida hojilarimiz uchun tayyorlanayotgan ovqatlardan juda ham mamnunlar. Xuddiki O'zbekistonda tayyorlangan ovqatlar kabi tayyorlangan ekan deb o'zlarini samimiy minnatdorchiliklarni bildirishyapti. Toshkent shahar guruh rahbarlari hojilarga xizmat qilishda qiynalishmayaptimi? Toshkent shahridan kelgan 50 boshlarimiz guruh rahbarlari juda ham faollar, o'zlarining guruhlari bilan muntazam ish olib boryaptilar. Xususan ularga ilmiy ma'rifiy suhbatlar qilib berishyapti. Haj ulug' ibodatligini va haj odoblari va hajning fazilatlari to'g'risida har bir 50 boshimiz o'zining guruhlari bilan har kuni kunda bir marotaba yo 2 marotaba ular bilan majlis, yig'ilish o'tkazib, ularga ana shunday tushunchalar, ana shunday odoblar haqida suhbatlar qilib berishyapti. Bir narsani alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, ustoz Abduqahhor domla Yunusov poytaxtimizdan kelgan guruh rahbarlari 50 boshlar bilan har kuni muntazam yig'ilish o'tkazib, ularga o'zlarining tajribalaridan kelib chiqqan tavsiyalarini hojilar bilan ishlayotganda, ularga suhbat qilib berayotganda zarur bo'ladigan narsalarni e'tirof qilib, tushuntirish ishlarini olib bormoqdalar. Ayni paytda mashoyirga tayyorgarchilik ishlari qanday ketyapti? Aziz aka, to'g'ri aytyapsiz, mashoyir kunlari yaqinlashib kelyapti. Biz ustoz Abduqahhor domla Yunusov bilan shuni tashkil qildikki, bu yilgi haj mavsumiga birinchi marta kelgan 50 boshlarni mashoyir kuniga tayyorlash maqsadida Mino, Arofat va Muzdalifa vodiylariga ham olib bordik. U joyda hojilarimiz uchun tayyorlangan sharoitlar bilan 50 boshlarimizni, guruh rahbarlarimizni tanishtirib, u joyda qilish bo'lgan zarur narsalarni ham o'rgatib, tushunchalar berib keldik. Va xususan 50 boshlarimiz har kuni o'zlarining guruhlariga mashoyirda kerak bo'ladigan, u joyda qilinishi kerak bo'lgan zarur ibodatlar haqida tushunchalar berib, ularni mashoyir kuniga tayyorlab olishmoqda. Qimmatli ma'lumotlar uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Xususan Toshkent shahar bosh imom xatibi va ularning qo'l ostidagi imom domlalarimiz, guruh rahbarlariga Alloh taolodan kuch-quvvat tilab qolamiz. Qilayotgan ibodatlaringizni Alloh taolo o'zi dargohida qabul qilsin. Eson omonlikda tez kunda vatanga qaytib kelishlikni Alloh taolo nasib etsin. Aziz aka, katta rahmat.
Sizlarni ham Alloh taolo mana shu joylarga chaqirsin. Bizni ko'rib turgan barcha azizlarimizga Xudodan so'raymizki, mana shu joylarga ota-onalar bilan yaqin kunlarda kelib, Alloh taoloning Ka'basini ko'rib, ana shu joyda ibodatlar qilishlikni hamma azizlarimizga Alloh o'zi nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Katta rahmat. Mana azizlar, Makka shahridan kelayotgan xushxabarlarni birgalikda tingladik. Alloh taolodan hojilarimizning hajlari mabrur bo'lib, qabul bo'lgan hajlardan bo'lib, onadan yangi tug'ilganday gunohlardan poklangan holda vatanimizga qaytib kelishlarini so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting, zero hajga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni siz azizlarga yetkazishda davom etamiz.